Yo, hammalarga assalomu alaykum qadrdon obunachilar. Xullas, bugungi videomizning maqsadi bizda sizlar bilan gaplashib olamiz. Xullas, bir ikkita mana ko'rishingiz mumkin 14 mingta shars. Xullas, qaranglar. Men sizlarga вообще sizlar menga aktiv bombani xullas aktiv yorordinglar. Ikkita videomda bitta videom 1000 ta ko'rilgan, ikkinchi videom 1300 marta ko'rilgan. Ishoninglar, men boshqa kanallarim ham bor edi, balki Xorazm, xullas o'sha kanallarim ham bor edi. O'sha kanallarimda eng ko'p ko'rilgan videoyim, necha marta, taku 170 martami o'shanaqa ko'rilgandi. Sizlar menga qanaqa iltimos? Xullas, rahmat. Shunaqa darajada ko'tarordinglar kanalimni. Men xullas boshqa akkauntimda YouTube'da video xullas kanalga qo'ymoqchi edim. Xullas boshqa akkauntimga o'tib ketdim. Keyin bu akkaunt bugun FC'ga kirsam ko'rishinglar mumkin. Shuncha druziya tashlabsizlar. Keyin o'yladim, akkauntimga qancha prosmotr olib ketdi deb o'ylasam, 1300 ta, ikkinchisida 1000 ta prosmotr olib ketgan. Xullas, bu voqealar video qo'ymadim. Tak, nimaga? Xullas, qaranglar, ko'rishingiz mumkin, akkauntimiz 122 bo'lib ketdi-da. Bittagina mana shu ismi nima? Pozitsiyani o'zgartirganmiz. Golden nima ko'tyapti mana. Pozitsiyani o'zgartirganimizga 122 bo'lib ketdik. Ko'rishingiz mumkin. Bitta musullar mana zo'r sostav chiqdi. Tak, qaranglar, men o'zimga bunaqa qildim. Har hafta 4-kun, ya'ni dushanba, seshanba, chorshanba, payshanba kuni soat necha desam bo'ladi? 12 da sizlar bilan o'ynaymiz. Har kuni emas, har haftada bir marta o'ynaymiz 12 da. Mana o'sha necha 4-kun. Tak, bugun 1-kun bo'lsa, 4-kuni sizlar bilan o'ynaymiz. Payshanba kuni, o'sha kuni hamma druziyalarni olaman. Kim tashlasa o'sha bilan o'ynab ketib video olamiz. Videoga olib qo'yaman sizlar bilan o'ynaganimni. Xullas, qaranglar, akkauntimni ko'rishingiz mumkin. Sizlarga mana shu yerda kim tushyapti? Menga вообще bir normalniy odam tushmayapti. Normalniy narsa tushmayapti kerak bo'lsa. Faqat mana shu 3000 ta kuchaytiradigan narsa. Qaranglar. Nima unaqa bo'lyapti? Hozir topib turinglar-chi. Mana qaranglar. Videoni pauzaga bosganimda normalniy bo'lib ketadi. Okey. Tak, qaranglar, o'shatanga o'sha 3000 ta 300 ta tushdi. Tak, okey. Endi bizda qaranglar. 14300 ta nima deydi? Fragment bor. Buni biz nimaga ishlatishimiz mumkin? Men qaranglar. Yanami? Bo'ldi. Qaranglar, xullas, akkauntimizga kirsak. Nimaga? Вообще. Xullas, mana akkauntimizga kirsak, mana nima deb o'ylashinglar mumkin? Qaysi pozitsiya menga kerak? Men o'ylayman, menga Elvo kerak. Chunki, bilmadim, baribir 118 o'yinchilarni olish kerak. 118 yoki 119. Xullas, napda menimcha normalniy o'yinchilarim bor. Hali napga unaqa ko'p pulim ham yetmaydi fragmentdan. Hozir eng normalnisi menga mana shu Elvolar bo'lib turibdi. Elvoga kirsak, bu yerda mening nima deydi? Tak. Xullas, tanlamoqchi bo'lgan nomzodlarim. Bu yerda birinchisi men yaxshi ko'radigan, sevimli klubimda o'ynaydigan Ken Yıldız. Bu Yıldız o'yinchi juda ham zo'r, oyog'i 5 ga 5, tezligi 150. Keyingi o'yinchimiz Barselonaning legendalariga aylanayotgan Rafa. Xullas, buni oyog'i 4 ga 5, lekin Elvoda va PV'da o'ynolmaydimi? PV'da o'ynab bilish kerak edi bu. Xullas, pauza bo'lib qoldi. 151 skorost, 140 udar, вообще yaxshi. 148 dribling. Hozircha mashlarning ichida eng kuchlisi mana shu Rafinha bo'lib turibdi. Keyingi nomzodimiz Luis Diaz. Tak, bu yerda tezligi 152, вообще udar.
lekin udari 138 bo'lmaydi. O'rtachada, prям normal deb qo'ysa oladi. Lekin driblingi 149. Bu yaxshi. Va men mana shu Sabita, Tot Sabita kelganda eng yoqqani Semenyo bo'lib turibdi. Chunki oyog'i 5 ga 5, 151 skorost, udari past, driblingi 146. Xullas, qaranglar, men hozir bu yerda srazi Semenyoni olib bilaman. 14 mingta yetadi. Lekin men o'ylashim bo'yicha ana u qaysi birisi yaxshiroq deb qo'ygan narsamga Rafiniyani kuchliroq deb berdi. Nima deb o'ylaysizlar? Keyin kommentariy yozib qo'yinglar. Sizlar kommentariyalar men uchun muhim. Kommentariy yozaylik. Dilim. Kommentariy yozasizlar. Kim mana Kayser Rafiniya zo'rmi yoki keyin nima ham qo'yaman? Ana bu diagrammami xullas. Rafiniya Yildiz, keyin Diaz, Semenyo deb. Qaysi biri ko'proq ovoz yig'sa, o'shani sotib olaman. Xullas, ko'rishinglar mumkin. O'sha bitta buni aytdim. Payshanba kuni o'ynaymiz. Tak, yana nimalar bor? Xullas, ko'radigan narsalarimiz menimcha qolmadi. Nimalarni ko'rsam bo'ladi? Bittанcha keyingi videodan bilmadim. Xullas, payshanba kuni ham open pack video chiqadi, ham sizlar bilan o'ynaymiz birgalikda. Keyin qaranglar, men bitta mashina hozir o'ynab qo'yishim ham kerak. Hozir videoga olgim bor, lekin hozir o'ynash yoqmayapti. Keyin bitta draft ochamiz. Bitta draftda van bosdim tushib qolsa, zo'r bo'lardi. Lekin Yildiz tushib qolsa, вообще olib o'tirmayman boshqalarni. Kimga maqsad yig'aman? Messiga, chunki menga Elvo kerak yoki Dimarkoga. Dimarkoni ham olganim yaxshi, chunki menga Elza ham kerak bitta yaxshisida. Mana 21 ming turar ekan. Normal, zo'r. Xullas, mana akkauntimni ko'rishinglar mumkin. Nima ID bilan tashiyman desanglar, mana ID'im. Mana UID deb yozib qo'yibdi, ko'rishinglar mumkin. 1006 48 00 34 36 71 60 320. Mana og'iz bilan ham aytib berdim. Mana shundan tashab qo'yishinglar mumkin. Hammalarnikini bitta-bitta olib chiqaman. Soat 12 da kim onlayn bo'lib tursa, o'sha bilan kim birinchi menga o'sha zaprosni tashlasa srazi o'yinni srazi o'sha bilan bosib olamiz. Videoga ham olamiz. Xullas, obuna bo'linglar, like bosinglar, kommentariy yozib xursand qilinglar. Let's go. Yetgancha. 29 ta podpисчик bo'ldik. 30 ta, keyin 50 ta qilib qo'ysanglar, jonli efir qilishni o'rgansam, prямой efir ham qilamiz. Open pack o'sha sizlar bilan o'ynaymiz jonli efirda. Okay. Xursandman bu videodan ham, avvalgi videolarimdan ham, sizlar bilan ham xursandman. Kommentariyaga yozib ketinglar, Elvoga kim olishimni. Xullas, obuna bo'linglar, like bosinglar, kommentariy yozib 50 ta podpисчик bo'lib ketganmiz. Ketdi. Let's go. Hammalarga xayr.